Assalomu alaykum. Bizda zakovat o'yinlari davom etmoqda va bizda keyingi jamoamiz va bizda quyilganning hozirgi bugungi kun ishtirokchilari, bilimdonlari bizda zakat jamoasi va men jamoa sardorlaridan tanishtirishni boshlayman. Bizda jamoa sardori Burxonov Burxonshoh. Jamoa ishtirokchilaridan tanishtiraman. Nazirjonova Shodiyona. Va keyingi ishtirokchimiz G'ulom va Rayona. Va bizda keyingi ishtirokchimiz Muhammadjonov Muhammad Ali. Hurmatli bilimdonlar, xush kelibsizlar zakovat o'yinlariga. Sizlarni zakovat o'yinlarining tartib qoidalari bilan tanishtirib o'tsam. Va zakovat o'yinlarini, zakovat savollari faqat o'zbek tilida o'qib eshittiriladi. Bizda ikkinchi qoidamiz, har bir savol javobini o'ylab olish uchun jamoaga 2 daqiqa vaqt beriladi. Bu super bliss savollaridan mustasno. Super bliss savollari qanaqa bo'ladi? Super bliss savollarida faqat jamoadan bitta ishtirokchi tanlanadi va o'sha ishtirokchi stul atrofida qoladi. O'sha ishtirokchiga super bliss savollari beriladi. Super blissning ichida 3 ta savol bo'ladi. Mabodo super blissda 2 ta savolga to'g'ri javob berib, 3-chisini yutkazib qo'ysanglar, shu savolda yutqizgan to'laqonli yutqizgan hisoblanasizlar. Va har bir savolni o'ylab olish uchun 30 soniyadan vaqt beriladi. Bu 30 soniyadan vaqt berilishi sababi savol darajasi pastroq, ya'ni osonroq bo'ladi. Bu sizlarning super bliss tushsa, sizlarning omadinglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi super bliss savollarida 3 ta savolda tanishtirib o'tdik. Va bizda zakovatdagi imtiyozlar haqida tanishtirib o'tsam sizlarni. Sizlarga qanaqa imtiyozlar bor? Zakovat o'yinidagi imtiyozlar. Qo'shimcha tarzda 2 daqiqa o'ylab olish uchun 2 daqiqa vaqt qo'shib beriladi. Telefon qilish imkoniyati bor. Istalgan odamga telefon qilib beramiz va zaldan yordam olish imkoniyati 2 daqiqa vaqt oralig'ida. 2 daqiqa vaqt oralig'ida zaldagi ishtirokchilardan bemalol yordam olsanglar bo'ladi. Mashq qilamiz bundan mustasno. Sababi savollar ishtirokchilaridan biri. Xo'p, demak, boshlaydigan bo'lsak, bizda birinchi raundni e'lon qilamiz. Bizda birinchi raund. Va bizda birinchi savol. Birinchi savol. Xo'p, marhamat qilib surat bilan yaxshilab tanishib chiqishingizni xohladim. Berasiz suratni. Bizda suratli savol. Savol rasmlarni berishingiz mumkin. O'zlari ko'rib, bittasini bu yoqqa, bittasini bu yoqqa yaxshilab tanishib chiqing. Va men savolni o'qib eshittirishni boshladim. Diqqat bilan tinglang. Leonardo da Vincining oldiga juda ko'pchilik shogirdlikka olishni so'rab kelishardi. Va u shu rasmni ko'rsatib, bu yerda qanday xato qilganman deb so'radi. Hamma siz xato qilmaysiz deb javob beradi. Va shogirdlik ularga nasib qilmas edi. Diqqat, savol. Mashhur rassom ushbu suratning qayerida xato qilgan? Vaqt ketdi. 2 daqiqa vaqt ketdi. Xo'p, qaranglar, birinchidan palma bor. Palmani o'ylashimiz kerak, ikkinchidan soyasi, uchinchidan shimol, g'arb, mana shu joyga ham e'tibor berish kerak. Quyosh tomonga ketadi. Mana shu uchovidan bittasi yana nima takliflar bor? Qanaqalar verblüdlik chiqarsa quyoshga qarab yurgaydi. Xo'p, quyosh 50% bor, shunga anaqa. Quyosh palma ikki soyasi bor. Xo'p. Lekin bu yerda shu 3 ta variantda eng qasam bo'ladi. Endi qaranglar, yana bitta narsa. Verblüdlar o'zlari yura oladimi? Ya'ni choponi bo'lishi shart emasmi? Shunga Yuraveradi. Yaqindan ham yuraveradi. Anaqa Anaqa oldida mo'y yuribdi-yu, agar vojz bo'lgan bo'lsa yuraveradi. soyasi bor. Vojz bo'lgan bo'lsa, endi bo'lsa to'xtang. Quyosh tepadan bularga tushyapti-yu, bu tomondan tushsa, bu yerda soyasi bo'lishi kerak. Вот. Qashqadaryoymizmi? Давайте. Yo'q, yana o'ylaylik, vaqtimiz bor.
Nima palmalar mana turibdi. Yo'q. Palma lekin полюбому любой joyda bo'ladi. Miraj bo'lmagan bo'lsa bu. Miraj bo'lishi mumkin. И plus pustunli joylarda o'sadi, to'g'rimi? Da. Yigitlarda Aynan bor. joylarda bo'ladi. Pustunli joylarda. Da, конечно. Xo'p. Lekin yaxshilab qaranglar-da, unaqa soyasi yo'q. Tuyada nima bo'ladi bizda? Hozir Qumni shakllari-chi, qumni shakli to'g'rimi? Ну, в принципе, bu yerda hech почти да, ana bor-ku, yana искривленный joylari, shabada bo'lganda yana sekin-sekin yo'q. Tak. Endi men o'sha o'ylantirayotgan narsa quyosh botishimi bu yo chiqishimi bu? Shuni o'ylayman. Qarang, bu taraf anaqa qizg'ishroq, bu taraf oqroq, to'g'rimi? По-моему, обед 11 ga yaqin bo'lishi mumkin. Bu yerda Zakat chiqadi. emasmi bu? Zakatni Zakat всегда anaqa. atroflari qizaradi. Domla, Что там? tuyada nima bo'ladi? Ha, tuyandi, yerga tekkanda deb gapirmoqchilik. Uxlashdan oldingiz xayoli bo'ladi, xayol. Uxlatmaydi, o'rtasidan o'yladi. Ya dumni kalti demoqchimiz. Yo'q, Ya kalti dum menga kalti dumda emas, bo'lsa ya kerak. dumda emas. Rasmda qanaqa xatolik qilganman deydi ko'pchilik deb aytdi. Mirajni qarang. Mana yerda to'xtinglar, Qarang, mana bu yerda soya bor. Bu yerda soyasi bor. Soya bor. Bonusning soyasi yo'q. Vaqt qancha qoldi? 14 sekund, 13 sekund. 10 sekund qoldi. Soyada to'xtab beramiz, ikkalasining soyasi yo'q. Bo'ldi. Boshqa fikrlar yo'qmi? Yaxshilab yana qaranglar. Hurmatli bilimdonlar, Allohga tavakal. vaqt tugadi. Jamoa savdoriga yuzlanamiz. Burxonshoh kim javob beradi? Biz komandamiz bilan birlashib bitta savol keldik. Что tuyani soyasida, rasmdagi o'sha soyasi yo'q. Asnosida bo'ladi. Demak, ushbu savolning javobi tuyalarning soyasi yo'q. Soya bo'lishi kerak, chunki palmada soya bor. Quyosh ularga teskari tomondan qarab turibdi. Aha. Nur o'sha tuyalardan o'tib, shu orqasiga soya tushib keladi. Tushunarli. Demak, tuyalarning soyasi yo'q javobini qabul qildim va to'g'ri javobga yuzlanamiz. Ushbu Leonardo da Vinci dunyoga mashhur rassom shogirdlari kelganda, ular shogirdlikka kelgan insonlar kelganida nima derkan? Shu rasmni ko'rsatar ekanda, qayerda xato qilganman desa, ular paxta qo'yish deymizmi? Siz xato qilmaysiz der ekanda, lekin xatosi bor ekan bu rasm. Va bu xato tuyalarning soyasi yo'q edi. Javoblar to'g'ri. Hisob 0-1. Bizda Bu yoqqa tushmaydi. bizda ikkinchi raundni e'lon qilamiz. Bizda ikkinchi raund. Paparatsiya ketyapti. Yaxshi, o'z qanday papalar. Papiriyada ketyapti. Omadigani qaraydi. Yomon ketyapti. Va bizda ikkinchi savol. Fransiyalik oddiy bir tikuvchi. Qizlar, tikuvchilikdan xabaringlar bormi? Yo'qmi? Yo'q. Har holda tugma qadasti bilarsizlar. Yaxshi. Fransiyalik oddiy bir tikuvchi Bertrand Verone 3 qavatli uy balandligidagi bahaybat kostyum tikadi va Guinness rekordlar qo'mitasiga ariza beradi. Qizig'i shundaki, u ikkita ariza beradi. Ikkita nominatsiyada rekord o'rnatganligini tushuntirmoqchi bo'ladi bu ikkita arizasida. Diqqat savol. Birinchi nominatsiya eng bahaybat kostyum uchun bo'lsa, ikkinchi ariza nima uchun edi? Vaqt ketdi. Xo'p, qaranglar. Kostyum tikilgan 3 etajli, to'g'rimi? Aha. Juda ham razmeri katta. Ko'p narsa ketgan bo'lishi mumkin. Men o'ylab birinchi fikrimga kelgan narsa mablag'. Eng qimmat kostyum bo'lishi ham mumkin, chunki bunga просто materialiga ko'p ketgan bo'lishi mumkin. Birinchi versiya yana nima bor? Ну, Birinchisi mablag' bo'ldi. Birinchi qiymati eng qimmat. Yana nima ideya? Xo'p, Fransiyalik bo'lyapti, to'g'rimi? Fransiyaliklar kostyumlarni kimlar kiyadi?
imperatorlar va yuqori qatlamga tegishli bo'lgan, to'g'rimi? Endi asosan. Xo'p, endi buni u nima uchun tikkan? Shuni o'ylaylik, nima uchun tikkan? Yo, birinchi предположением Guinness rekord qo'yish uchun, yo bo'lmasa ikkinchisi просто anaqa bo'lish, ko'rgazma uchun. Bilsiz, Eiffel bashini ham просто qurishgan o'zlari. Yarmarka uchun. Biz tashimiz bilgidan keldi. Lekin hozirgacha turibdi. Shunga o'xshagan narsa qilamiz deb turib qilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, rekord nima bo'lishi mumkin ikkinchisi ham? Ikkinchi rekord vazna bo'lishi mumkin. Endi mana ismiga e'tibor beringlar, fransuz tikuvchi ismi Bertan Veroney. Bertan Veron. Bu ko'proq erkak kishi. Erkak kishi tikuvchi bo'ladimi yo'qmi? Bo'lganmi yo'qmi? O'sha payt. O'g'il erkak kishilar orasida anaqa eng yaxshi, eng birinchi erkak, bo'lsa kerak. eng birinchi tikkan erkakmi shunga o'xshagan nominatsiya bo'lishi ham mumkin. ne, по-моему, necha yilligini aytmadi-yu. Agar yilini aytganda bilib olsa biror bo'lsa. Ancha yillardan beri Qadimgi degan so'zni aytmadi. Qadimgi emas, Yo'q, o'sha qadimgi emas. Men hayolimga kelgan narsa birinchi yil 1800-yilda esimga keldi bo'ldi. Men ham kelgan tarix esimga keldi. Xo'p, yanachi ikkinchi versiya birinchi erkak bo'lsin. Bo'pti, yana qanaqa ideyalar, fikrlar? Nima bo'lishi mumkin? O'ylaymiz, nima bo'lishi mumkin? Balki shu kasbimga mos odam bordir. Endi uchotajli odam bo'lmasa Hurmatli bilimdonlar, vaqtimiz chiqdi. Jamoa sardoriga yuzlanamiz. Burxonshoh, kim javob beradi? Xo'p, jamoa bilan kelishib, Aha. bittasi javobga kelish qiyin bo'ldi. Biz o'ylashimiz bo'yicha o'sha qiymati qimmat bo'lgan, eng qimmat bo'lgan kostyumlardan bittasi deb turib hisoblaymiz. Eng qimmat kostyum nominatsiyasi. chunki narxi, chunki o'sha razmerini hisobiga ko'p mablag' ketgan bo'ladi. Oddiy mana kostyum 1000 qimmat narsadan yasalgan bo'lsa ham, katta kostyum oddiyroq bo'lsa ham, mablag' juda ham ko'p ketgan. Tushunarli. Shunaqa deb o'yladim. Sizlarni tushundim va eng qimmat materiallar ishlatilgan. Ya'ni eng qimmat kostyum nominatsiyasi javobini qabul qildim va to'g'ri javobga yuzlanamiz. U ikkita ariza yozadi. Birinchisi kostyumni tikkanini aytdi. Endi uni nima qilish kerak? Namoyish qilish kerak. Ko'rsatish kerak. Ko'rsatish uchun qayerga elish kerak? Va bu savolning to'g'ri javobi ikkinchi nominatsiya eng katta kiyim ilgich uchun, ya'ni veshelka uchun yozgan. Eng katta veshelkani yasagan. Hisob 1-1. Hisob 1-1. Biz keyingi raundni e'lon qilamiz. Uchinchi savol sizga. Bizda super bliss. Nihoyat o'ynaladigan bo'lmas savolimiz. Super blissga tushuntirib o'tdim. Jamoa ishtirokchilaridan faqat bir nafar ishtirokchi qoladi. Qolganlari stul atrofidan chiqadi. Faqat bitta odam javob beradi. 30 soniya beriladi bitta savolni o'ylab olish uchun. Bitta 3 ta savoldan birini yutqizsanglar ham shu savolni to'laqonli yutqizgan bo'lasizlar. 30 soniyadan bitta savol. Har bir savol uchun 30 soniyadan. Kim? Marhamat, qaror qabul qiling. Ama lekin xafa bo'lmaysizlar. Rozimizdan sizdan 5 qo'yib bersin. Demak, jamoa tayyor. Tayyormisiz? Muhammad Ali aka? Savollarni o'qib eshittirishni boshladim. Birinchi savol. Dunyoda shunday mamlakat borki, 3 ta poytaxti bor. Bu qaysi mamlakat? Vaqt ketdi.
vaqt chiqdi. Marhamat, javob. Xo'p, AQSh deb o'ylayman. AQShni o'zi poytaxti Washington bo'lishiga qaramasdan, Nyu-York ham juda ham katta shahar va o'ziga yarasha o'sha poytaxt hisoblanadi va undan tashqari AQShda bilamiz, maydoni juda ham katta. Shuning uchun Tixiy Tinch okeani nima deydi, sohili bo'yida Los-Anjeles bilan San-Fransisko shaharlari ham bor. O'sha Los-Anjeles Kaliforniya poytaxti hisoblanib, o'sha kino, san'at poytaxti hisoblanadi va uning ustiga Silikonovaya dolina ham deyiladi, o'sha yerda ham poytaxt hisoblanadi. Shuning uchun AQShda to'xtadim. Va AQSh javobini qabul qildim. To'g'ri javobga o'tamiz. Dunyoda shunday mamlakat borki, uning 3 ta rasmiy poytaxti bor. Bu qaysi mamlakat degan savolga to'g'ri javob Janubiy Afrika edi. Siz azizlar. Janubiy Afrikaning qanaqa poytaxti? Janubiy Afrikada 3 ta poytaxti bor. Ijoriya, yana boshqaruv va aholini yana nimadir qilish. 3 ta poytaxti bor edi, 3 ga bo'lingan. Bu zakovat savoli bizda oldingi sonlarimizda ham o'ynaldi. Zakovatda shuning uchun kelib, kuzatib turinglar. Savollar takrorlanib qoldi. Marhamat. Hisob 2-1. Ikkinchi raundni e'lon qilamiz. Bizda 3-chi va 4-chi raund. Hali yana 8 asr. O'ninchi savol. Adabiyotshunoslarimiz bor oramizda. Navoiyni o'qiganlar, Navoiyning ijodiga qiziqadiganlar bormi? Navoiy. Ha, Alisher Navoiy. Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonida u shohona to'shagini muallaq havoda soldirar. Safarda unga yellar hamrohlik qilar. Sehrli uzugi tufayli devu parilar odamlar qatorida amru farmonga itoat edi deb yozilgan. Diqqat savol. U qaysi payg'ambar haqida shunday yozgan? Savolni qaytadan o'qib eshittiraman. Yaxshi turaman. Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonida shunday deyilgan. U shohona to'shagini muallaq havoda soldirar. Safarda unga yellar hamrohlik qilar. Sehrli uzugi tufayli devu parilar odamlar qatorida amru farmonga itoat edi deb yozilgan. Diqqat savol. U qaysi payg'ambar haqida shunday yozgan? Vaqt ketdi. Xo'p, qaranglar. Hayotda ikkita payg'ambar keldi. Muso alayhisalom, Iso alayhisalom payg'ambar. Muso payg'ambari bilan o'zini qabilasini Egiptdan olib shu safarda bo'lgan. Shu safarda bo'lganligi hayotga keldi. Endi Iso payg'ambarda esa bilamiz, qiyomatga yaqin qolganda dev o'sha tushganda hammasi nima bo'ysunadi. O'sha to'rli odamlar to'rli Sulaymon alayhissalomning o'ziga orqali devlarni boshqa ajinini boshqargan. Posx ham bor ekan. Yaxshi posxga o'zingga qolib turib, o'sha boshqariladi degan gap bor. Ushab turadi hamma jin va shaytonlar ushab turadi deb aytadilar, to'g'ri? Sulaymon alayhissalom? Ha, Sulaymon. Sulaymon bo'lishini O'ziga boshqargan. Hop, yana qaysi payg'ambarlar ta'birlar? Sulaymon, Muso esa eshitganlarimiz. Sizda meni Iso keldi, Iso payg'ambar keldi. Men o'sha aytyapsiz, oxir zamon yaqinlashganda o'sha hamma dev, jin, hamma maxluqlarni bitta joyga ushlab turib, mana qiladi musulmon dinini. Musulmon diniga yaqinlashganlar hammasini ochib ketaman deb gap emas bu. Iso bo'lishi mumkin, keyin Lekin Iso alayhissalomda faqat musulmonlarni barcha o'sha anaqa diniy o'ta diniy berilgan musulmonlarni alohida ajratish berilgan. Anaqa hali nima deydi, shayton jinlarni boshqarish berilmagan. u yerda Yajuj Majujlarni ham joyiga qaytarib yuborish, o'sha siklopni yutish ham bor edi. Keyin dindan ketib qolgan odamlarni ham dinga qaytarishdi, chunki dindan uzoqlashib ketadi qiyomatga yaqin. Endi yo Iso payg'ambar yoki Sulaymon payg'ambar qaysi birini tanlaysiz?
Qaysini ko'p? Uzuk haqida gap ketdi-yu. O'zi haqida gap bor. Sulaymon tanlagan nima deymiz manaqa bitta rivoyat eshitgandim o'sha Sulaymon shomga yaqin o'lganda uni o'lmagan deb o'ylashaveradi jinni anaqa po'stkhi tushib ketib qolibdi uziga tushib ketib qolganini boshini sezishadi hech qachon qo'ldan tushavermaydi yuradi mana shunaqa hamda ana shunga tushib ketib qolganda Sulaymon o'ldi devlar qutuldi degan gap bor devlar deb turib yerda jin dev shayton har xil nimalar Uzukkan. Hurmatli bilimdonlar, vaqt chiqdi. Jamoa sardoriga yuzlanamiz. Burxon Shoh kim javob beradi? biz ikkita variantimiz bor edi yo unisi yo bunisi biz Sulaymon deb turib oldik javob. Demak, ushbu ta'rif Sulaymon payg'ambarga berilgan deb javob berdingiz. Va men javobingizni qabul qildim. U shohona to'shagini muallaq havoda soldirar. Safarda unga yellar hamrohlik qilar. Sehrli o'zigi tufayli devu parilar odamlar qatorida amru farmonga itoat etadi deb Sulaymon payg'ambar haqida yozilgandi. Hisob 2-2 va biz 5-raundni e'lon qilamiz. Bir ikki 9-savol. Hisob 2-2 yaxshi. Bu yog'iga diqqatliroq bo'lamiz. Stalin, Brejnev, Andropov, Cherchenko va Gorbachov u mansab egasi bo'lishgan. Lenin va Xrushchev esa bo'lmagan. Diqqat savol, bu qaysi mansab edi? Savolni qaytadan o'qib eshitiraman. Stalin, Brejnev, Andropov, Cherchenko va Gorbachov u mansab egasi bo'lishgan. Lenin va Xrushchev esa bo'lmagan. Diqqat savol, bu qaysi mansab egasi? Vaqt ketdi. Qaranglar, hammasi Lenin, Stalindan boshlab o'sha Chernenkogacha SSRda hukmdorlar bo'lgan. O'sha bu yerda hozir ikkita fikr kelyapti, yoki partiyani predседатель, lekin Lenin paytida ham bolsheviklar partiyasi bo'lgan. Shu partiya tushib ketishi mumkin. O'sha paytda Lenin paytida hali SSSR degan nom bormi, lekin shuni men o'ylayapman. RFSFR bo'lgan bunda. Hali qo'shilmagan respublikada. Ular urush qilgan bir-biri bilan chiqib ketmoqchi bo'lib, shuni shu o'ylantiryapti. Xo'p, yana nima? SNG davlatlari ushlagan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Qaysi должностьga ega bo'lmagan bular? Lenin. Lenin Bilan yana kim bor edi? Xrushchev. Lenin bilan Xrushchev. Boshida berildi. Stalin, Lekin Xrushchev ham boshqaran yo'q, bu anaqa emas. Stalin, Gorbachev deb berildi. Ular menimcha qo'shilib anaqa urushda jangga kirgan bo'lishi mumkin. Leninlar jangga Ular urushda qatnashmagan. o'qishda yurishgan, qora ishga qo'l Xrushchev bergan men kelayapti Xrushchev Stalindan keyin bo'lganda bu. Stalin, Xrushchev yana qolganlari bitta должностьda bo'lgan deyapti, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda anaqa bo'lyaptimi-ekan? Ikkitadan ortiq uzoq yil hukmronlik qilganligimi-ekan? Lekin undan Chernenko 1 yil qilgan. Chernenko 1 yil o'tdi. Eng ko'p hukmdorlik qilgan kim edi? Brejnev bo'lganda, eng ko'p Brejnev, Stalin bo'lgan. Lekin men Xrushchevni tushunmadim. Xrushchev edi. Lenin bilan Xrushchev shu mansabga ega bo'lmagan. Yo'q, anaqamikan. Nima deydi? Razvedkani boshlig'i Stalin. Generalissimus должностьga ega bo'lgan Stalin, lekin главнокомандующий armiya bo'lmagan shekilli Xrushchev. Bilasizmi nimaga? Chunki Xrushchev anaqadan chiqqan, Bayern sohasidan chiqmagan Xrushchev. Hurmatli bilimdonlar, vaqt chiqdi. Va eslatib o'tmoqchiman, sizlarda yordam olish imkoniyatinglar bor. Zaldan 2 daqiqa qo'shimcha vaqt va istalgan odamga telefon qilish imkoniyati. Endi qo'shimcha vaqtning nechta foydasi yo'qligini javob beramiz yoki telefon qilish kerak. Javob beramiz. Nima deb o'ylaysiz? Marhamat, jamoa sardoriga yuzlanamiz. Lekin bu savol anaqa sajdalarni yaxshi biladigan insonga telefon qilish kerak. Bunisi ham
qiyin tarix. Shu telefonni ko'tarsa bo'ldi, tog'am. Javob beravering nima qiladi? Javob beraman. Javob beravering, javob bering. Menimcha, ha. Xo'p, javob beradigan bo'ldik. Aha, eshitamiz, marhamat. Xo'p, bilamizki, Xrushchev, men hozir Leninni точно hozir ayta olmayman, lekin Xrushchev bu harbiy sohasidan chiqmagan inson. Stalinning o'limidan keyin Beriyga qarshi kurash olib borib, o'sha Beriyning ustidan g'alaba qozonadi, Xrushchev tomon bo'lishadi. Xullas bizni javobimiz shuki, Stalin o'sha va boshqa Chernenko bular hammasi harbiy strukturadan chiqqanligi uchun bular armiya qo'mondoni, yuqori qo'mondoni deb hisoblangan, harbiylar boshlig'i deb ofitsialniy. Xrushchevda unaqa nom bo'lmagan. Endi Leninda to'g'risi точно ayta olmayman, endi iloji yo'q, lekin qo'shaman. Bulardagi harbiyni nimasi bo'lmagan deb o'ylaymiz. Harbiy unvon masalan, bo'lmagan. Komandirda, Verxovniy Glavokomanduющий bo'lmagan. Qo'mondonlik bo'lmagan bularda. Qolganlarida parallelni ham Soyuz davrini председатель bo'lgan, vождь bo'lgan, ham qo'mondon ham bo'lgan. Qo'mondon ham bo'lgan. Ko'p davlatlarda shunaqa. Demak, Xrushchev va Leninda qo'mondonlik bo'lmagan. Shunaqami javobinglar? Va men bu javobni qabul qildim. Hurmatli bilimdonlar, bizda Gorbachevni eslang. Gorbachev kim bo'lgan O'zbekistonda? Gorbachev oxirigidan avval bitta oldingi Soyuz davrini raspadiga sababchi bo'lgan, oxirgi SSR. ha, O'zbekistondagi vazifasi nima edi aynan? SSRga qiladigan vazifasi bosh kotiblik edi. Va bizning savolimizning to'g'ri javobi bosh kotiblik. Lenin va Xrushchevda bo'lmagan kasb bu bosh kotiblik edi. Hisob 3-2. Men shu savolda to'g'risi Gorbachevni ushlab olasizlar, mana shu yerdan tutib qolasizlar deb o'ylagandim. Gorbachevdan darsi o'tib ketib qoldinglar sizlar. Ko'proq o'sha Leninga e'tibor qaratdinglar. Men Gorbachevdan tutib qolisharmikin deb o'ylagan edim. Xo'p, keyingi raundni e'lon qilamiz bizda. 6-raund. Hozir 8. Bitta gaplashib. 7-savol. Sizlarning yutug'inglar chet ellarga borib kelgan insonlar bor qatorlarda. Hop, diqqat qilamiz. Rossiya. Diqqat qilamiz. Istasangiz yozib oling. Rossiya, Qozog'iston, Mo'g'uliston, Qirg'iziston, Shimoliy Koreya, Tojikiston, Vyetnam, Afg'oniston, Makao, Pokiston, Laos, Nepal, Myanmar va Butan. Agar bu davlatlarni nima birlashtirib turganini aniqlagan bo'lsangiz, men aytmagan yana bir davlatni topishingiz kerak. Diqqat savol, bu qaysi davlat? Xo'p, qaranglar. Qozog'iston. Vaqt ketdi. Qozog'iston, Mo'g'uliston, Qirg'iziston, Koreya deyilgan, Shimoliy Koreya deyilgan. Xo'p, bu davlatlar hammasi Rossiyani qaramog'ida bo'lgan, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar, mana bu Laos, Myanmarlar bular hammasi Fransiyani qaramog'ida bo'lgan, Vyetnam. Makao, Pokiston. Lekin Makao Fransiyaniki bo'lgan, u Portugaliyaniki bo'lgan. U Portugaliyani vladimiyasi bo'lgan. Shuning uchun bu yerda hozir bu yerda kolonialniy, lekin Koreya ham boshida Yaponiyaniki bo'lgan. Yaponiyaniki bo'lgan, keyin Rossiya ikkinchi jahon urushidan keyin Rossiya bosib olgandan keyin Severniy Koreyani Amerika bilan bo'lishib olgan. Severniy Rossiyaga o'tgan, Yujniy Amerikaga o'tgan. Shuning uchun meni ko'pincha bu yerda ili bivshiy koloniya, ili nima deydi, bosimini o'tkaza oladigan davlat deb o'ylayman. Masalan, Koreyaga bosimini o'tkazadi Rossiya. Bu Severniy. Endi qolgan davlatlar olsak, Laoslar bular hammasi bitta joyda joylashgan, Hindiston bilan Xitoy orasida. Lekin ular oldin Fransiyaga tegishli bo'lgan, koloniyasi bo'lgan. Shuning uchun bitta davlat qilib, endi Pokiston ham deyilganda, lekin Pokiston Fransiyaga tegishli bo'lmagan, u Indiyaning qismi bo'lgan. Indiya esa Britaniyaga tegishli.
Undan oldingi birinchi aytgan предложениеңizga hozir. Men Fransiya demoqchiman, chunki bu yerda Laos, Myanma, Butanlar hammasi Fransiyani anaqasi nima deydi, koloniyasi bo'lgan. Lekin Pokiston tushunyapti Makao. Yo'q, Ispaniya uylarda Yaqinlashib bo'lmagan. Yo'q, Ispaniyada yer bo'lmagan. Portugaliyada bo'lgan. Pokiston Indiyaniki bo'lgan. Endi hozir Indiyani qo'ysak, Indo-Kitay desak bo'ladi. Indo-Kitayda mana shu hamma davlatlar joylashgan. Hozir Indo-Kitay. hamma davlat bir kartadagi joylashuv. Yo'q, hozir biz ikkinchi davlatni aytishimiz kerak. Ikkinchi davlat. U Va region bo'lishi ham mumkinmi? Davlat bo'lishi shartmi? oxirgi savolni qaytadan aytyapman. Agar bu davlatlarni nima birlashtirib turganini aniqlagan bo'lsangiz, men aytmagan bir davlatni topishingiz kerak. Faqat savol, bu qaysi davlat? Osiyoda, ko'ryapsizlarmi? Hammasi Osiyoda. Hammasi Osiyoda. Vaqt chiqdi va jamoa savdoriga yuzlanamiz. Kim javob beradi? Xo'p. Endi iloji bizda hozir bitta variant bo'lyapti. O'sha Laos, Myanma, Butanlar hammasi sobiq Fransiyaning koloniyalari hisoblanganligi sababli Qozog'iston, Mongoliya, Qirg'izistonlar ham sobiq soyuz nimaga kirgan, koloniya hisoblangan. Endi bunday olib qarang. Qism bo'lgan. Shuning uchun Fransiya deb o'ylayapmiz. Lekin bu yerga Makao bilan nima tushmayapti, Pokiston. Shunga sal o'ylantiryapti, boshqa hozir ilojimiz yo'q, Fransiya deymiz. Endi Indo-Kitay javob mumkin bo'lsa, lekin u davlat emasda. Mana shu hamma davlatlar Indo-Kitayda joylashgan. Indo-Kitay diyonimiz bu davlat emas. Siz davlat deyapsiz. Shuning uchun biz Fransiya deymiz. Agar region deganingizda Indo-Kitay deyadi. To'xtang. Undan oldin eshitgan bo'lsangiz, qanaqasi savolda hammasini birlashtirib turadigan narsani aytadigan bo'lsangiz, men sizga aytilmagan ma'lum topishingiz kerak bo'ladi deb o'ylashim. Ikkinchi davlat. Fransiyada. Вот. Hozir Fransiya chiqyapti. Bu Fransiya bilan birga bitta qilib turgan narsa, bog'lab turgan narsa Indo-Kitay. Tamom. Endi Indo-Kitay davlat emas, davlatni aytinglar deyapti. Davlat bo'lish kerak. Endi hozir qanday nima Indo-Kitay bo'lib qolsa, unda asparlik qilamiz. Javobni eshitamiz. Fransiya. Fransiya javobini qabul qildim. Sizlar javobga juda ham yaqin keldinglar va aytib ham o'tib ketdingiz bu javobni. Yo'q, endi Indo-Kitay bo'lsa, endi biz asparlik qilamiz mashg'ulotda, chunki davlat emas-da u. Bizda savolda shunday yo'llanganki, ya'ni men aytmagan yana bir davlat, bu qaysi davlat? Bularni barchasi Xitoy bilan chegaradosh davlatlar. Va aytilmagan davlat nomi Hindiston. Hindiston. Bular barchasi Xitoy bilan chegaradosh davlatlar. To'g'ri javob Hindiston. Hisob 4-2. Yettinchi raund. Javobga juda yaqin keldingiz. Bizda 7-raundni e'lon qilamiz. Marhamat. Juda yaqin keldingiz. Orada aytib o'tib ketdingiz. Bular barchasi Xitoy bilan chegaradosh davlatlar-ku, Hindiston bo'lishi mumkinmikan deb, yo'q, Fransiya deb o'tib ketdingiz. Biz endi koloniya deb o'ylab. Va bizda 8-savol. Bizda 8-savolimizda nima bor ekan? Odam talab. Yoki fizika to'g'ri. Fizika. Fizika. Hurmatli bilimdonlar, yozib olishingizni maslahat berardim. Germaniyada Unschit nomli restoran mavjud bo'lib, uning nomi ko'rinmas deb tarjima qilinadi. Restoran nomining bunday qo'yilishiga ikkita sabab mavjud edi. Birinchisi, barcha xizmatlar qorong'ulikda amalga oshiriladi. Diqqat savol. Restoranning bu nomning qo'yilishiga ikkinchi sabab nima edi? Savolni qaytarib o'qishtiraymi? Bitta. Germaniyada Unschit nomli restoran mavjud bo'lib, uning nomi ko'rinmas deb tarjima qilinadi. Restoran nomining bunday qo'yilishiga ikkita sabab mavjud. Birinchisi, barcha xizmatlar qorong'ulikda amalga oshiriladi. Diqqat savol. Restoranning bu nomning qo'yilishiga ikkinchi sabab nima edi? Vaqt ketdi.
qaranglar. Ko'rinmas bo'lish uchun birinchi sharoit qorong'i bo'lyapti. Qorong'ida qiyin ko'rish. Ikkinchisi qarang, qorong'ida mana restoranlarda o'zi chiroqlar yonadi hamma joyda, to'g'rimi? Qorong'i bu agar kunni nazarda tutayotgan bo'lsa, значит restoran ichida ham chiroqlarning mavjud bo'lmasligi to'g'ri menimcha. Svetlar bo'lmasligi. Absolyutni qorong'i bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, bu yana o'ylaydi. Germaniyada bo'lyapti, svetda anaqasi naloglar qimmat emasmi Germaniyada? Bu ham bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ba'zi pishiqlar bor, 300 kilovatт. Ekonom qilish uchun bo'lishi mumkin bu ham. Отсутствие lampochka deb qo'ydim birinchisiga. Yana o'ylayman, nima sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda sabab deyilyapti-da. Birinchisi qorong'ida, kechasimi yo qorong'idami? Qorong'ida. Ikkita sabab mavjud. Birinchisi, barcha xizmatlar qorong'ulikda amalga oshiriladi. Unda Siz lampochka ikkinchi sabab. ketadi. Kechasi demaydi, qorong'ida deyiladi. Ikkinchi sabab nima? Nima yana ko'rinmas qiladi? Nomi nima dedingiz? Unshit. Unschiydi. Nakleyka. Xo'p, nima yana qorong'i Restoran. restoranda qorong'i ko'rinmaydi qiladi. Nima? Bironta oynadan yasalganmikan? Yo'q, oynadan yasalganmasa ichki. Oynadan yasalgan. Ko'rinib qoladi, qo'lni tushib turadi. Germaniyada bo'lgan bo'lsa, Yoki ko'rinmas bo'lish uchun hali bironta odamlar tushmaydigan joyda joylashgan bo'lishi mumkin. bo'lmasa mana sizlar qo'shing. Raspalovniy bo'lishi mumkin. Bironta o'rmon ichidami, to'g'rimi? Nima fikrlar bor? Yana aytinglar tezroq. Lekin o'rmon ichida bo'lsa ham, bu baribir qanaqadir kun yorishganda bu yerda iloji bo'lmaydi-yu. Xizmat ko'rsatish doimiy qorong'ulikda deyapti. Birinchisi. Barcha xizmatlar doim qorong'ulikda. Qorong'i svet yo'q deganda уже bu lampochka shuni ichiga kirib ketadi. Buni отдельно ayta olmaymiz. Endi yana bitta narsani qaranglar nima? Hurmatli bilimdonlar, vaqt chiqdi. Nomini ilmaganmikan? Ko'rinmas bo'lish uchun. Vaqt chiqdi. Burxon shoh, Ayting. kim javob beradi? Xo'p. Komanda bilan kelishib, bitta odam bilan bo'lsin. Kelishgan javobimiz отсутствие lampochka. Lampochkalar yo'q. Ichiga kirib ketadi qorong'ilikda, kechasi deyman. Lampochkalar yo'q. Sanaqa joylashuvi haligi ko'zga tashlanadi. Atrofdagilar yo'q. Zaldan yordam olishinglar mumkin. Mashg'ulot. Telefon qilishinglar mumkin. Mashg'ulotlardan emas ekan, davlatdan so'rab qo'ying. Telefon qilishinglar mumkin va 2 daqiqa qo'shimcha vaqt berishimiz mumkin. Telefon qilsa bo'ladi? Bo'ladi. Nomeringizni bering. Nomeringizni. Nomerimni bering? Sizni nomeringiz o'zingizga. Yo'q. Mumkin Telefon qilsa emas. bo'ladi o'zi. Zaldan tashqaridagi odam deydi. Bizga dolar nomeri nechi? Telefon qilishdan foydalanasizlarmi? Foydalanamiz. Biron odam bo'lsa telefon qilaylik. Bizga dolar nomeri nechi? Mashhur opa nomerini oxiri nechi dedi? 0300 midi? 0803 midi? 1003 midi? Lekin yaqinda telefon qildi. O'tgan shanba telefon. Ko'rinmas. Chaqiryapti. Ko'tarmasa, nima qilsa bo'ladi? Boshqasiga telefon qilsa bo'ladi? Bo'ladi. Faqat tezroq. Ikkinchi komandaning vaqti boshlandi. Ketyapti. Ovoz rasmiy. Assalomu alaykum domla. Men Burxon Shomil. Domla hozir zakovat bo'layapti dedi. Bitta savolimiz bor. Xo'p, Savolni o'qib eshittiraymi? Домла в Германии есть такой ресторан, называется Unshit и переводится как невидимый. Невидимый. Да, Unshit и переводится невидимый с немецкого. Первая причина, почему он называется так, это то, что обслуживается полностью в темноте. В темноте. А вторая причина, вот нам надо сказать, почему она называется невидимкой. Первая причина, то, что все услуги предоставляются в темноте, а вторая причина, вот нам надо узнать. Из-за того, чтобы у клиентов не было отвращения, они предоставляют услугу если это кафе. Это ресторан. Ресторан, вот, я же говорю, значит, там көзі açık, там
nimalar ishlatsa kerak. Men tushunishim bo'yicha chunki Yaponiyada ham shunaqa bor degan o'qidim yaqinda. Ko'zi ojiz ofitsiantlar ishlaydi. Значит, все рабочие слепые, да, там? Да. Кроме этого поворот и остальных, вот, обслуживающий персонал и те, которые официанты, там, насколько я понимаю, там слепые, взрослые люди. А Япония также была в ресторане, представлена demensiya bilan alternativ oladiganlar xizmatchilar edi. Moslashadi. Ko'rinmas degan ma'noda. Chunki endi ko'r odam xizmat ko'rsatayotganda ko'zli ko'radigan odam nima qilsa qandaydir baribir qabul qilib olish qiyin narsa. U o'sha невидимка qiladimi endi u o'sha ko'r bo'lsa обслуживать персонал. Restoran невидимка qiladimi? Restoranda невидимка qiladimi? O'sha невидимка bo'lsa. Xizmat qilayotganini ko'rish. Hurmatli bilimdonlar, vaqt chiqdi. Xo'p, rahmat katta. Rahmat davlat. Va Принимаем. javobga yuzlanamiz. Marhamat. Bilimdonlar, sizlarning javobingiz. Xo'p, mana aytib o'tilgandek, ikkinchi sababi o'sha xizmat ko'rsatadigan xodimlari aynan girgittonlarning ko'zi ojiz bo'lganligi. Girgittonlarning ko'zi ojiz bo'lgan. Da, ko'zi ojiz bo'lgancha ular ijtimoiy ko'rmaydi, shuning uchun ham ko'rinmas deb qo'yilgan deb javobni qabul qilyapmiz. Va men bu yerda ko'zi ojizlar, ya'ni girgittonlarning ko'zi ojiz javobini qabul qildim. Va aniq javobga o'tamiz. Ular barcha xizmatlarni qorong'ulikda amalga oshiradi. Bunga sabab esa bu yerda ko'rlarga xizmat qilingan va girgittonlarning ham ko'zlari ojiz bo'lgan. Hisob 4-3. Hisob 4-3. Yaxshi. Va bizda 9-raundni e'lon qilamiz. Zo'r javob bo'ldi. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsa. Sandiqchani ochib olmaymiz-a? Sandiqchani ochib olmaymiz. Yo'q, ishtirokchiga bermang. Burxon Shoh, mumkin emas. Bermang ishtirokchiga. Savollar bering. Menga savollar bering. Savolni bering va shu yerda ushlab turing. Ishtirokchilarga bermang. Ular shunaqa. Jo'jani sekib ko'rganmiz. Mashhur opa o'zi nima qilgan? Shu nima degan bo'ladi? Rasman shu narsa bo'ldi lekin. Adushkaga o'xshaydi. Sandiqchada insonlarning salomatligiga foydali bo'lgan o'simlik mahsuloti yashirilgan. Sizlarga aniq aytib qo'yaveray. Bu mahsulot tarkibida kateksinlar deb nomlanuvchi anoksidant moddalar ko'p bo'ladi. U qizil yoki qora emas, ammo uni rang bilan farqlashadi. Ba'zi bir insonlar esa uni qon bosimini me'yorida ushlab turish uchun doimiy iste'mol qilishadi. Diqqat savol. Sandiqchada nima yashiringan? Xo'p, qaranglar. Vaqt ketdi. Kateksinlar choyda bo'ladi. Choylarda antioksidantlar ko'p, rakka qarshi bo'ladi. O'zi rangi qizil bo'lmaydi, ko'k bo'lmaydi, lekin qora choy, ko'k choy deymiz. Choy biz javobimiz tayyor. Demak, vaqtdan oldin javob bermoqchisizlar. Ha? Mana shu vaqtda keyingi savolga qo'shib beringlar keyin. Yo, hozircha cho'zib o'tiraveramiz ham. Ha, agarda boshida e'lon qilganinglarda shunaqa bo'lardi. Vaqtdan oldin. Vaqtdan oldin javob beramiz. Anaqa pauzadan o'chirib qo'ying, ketaversalar, keyin gaplashib o'tirib turamiz. Nima qiling? Davom etasizlarmi? Keyingi raundga qo'shib berasizmi? Hech bo'lmasam yarmini qo'shib beringlar. Mayli, qo'shib beramiz. 1 minut. Yo, men uni boshqasiga ishlatamiz. Mayli, qo'shib beramiz. To'g'ri, bu aytilmagan boshda. Javobga yuzlanamiz. Jamoa sardori Burxon Shoh. Xo'p,
bu sandiqchaning ichida choy bor deb o'ylaymiz. Choy. Chunki qon bosim tushirishda nima deydi? Tushirishda. Me'yorlashda yordam beradi. Me'yorda ushlab turish. Ancha Uni ko'pchilik rang bilan qiladi. Ko'k choy, qora choy, pamil deb turib. Qizil nishamkida bu choy. Biz javob. Men aniq javobga o'taman. Sizlarni choy variantingizda qabul qildim. Ba'zi bir insonlar doimiy ravishda qon bosimini ushlab turish uchun iste'mol qiladigan va uni tarkibida katexinlar deb ataluvchi moddalar ko'p bo'lgan bu mahsulot. Marhamat, sandiqchani ochamiz. Молодец. Hisob 4-4. Hisob 4-4. o'tib ketish kerak. Biz 9-raundni e'lon qilamiz. Taksida tutib Mishlayman. Bizda 5-savol. Turkiyaga borganlar bormi? Germaniyagacha. Ularni bizga o'xshagan qanaqadir aqida deymizmi? Shunaqa narsalardan xabaringlar bormi? Yaxshi. Bunda bu savolning javobini osongina topasiz. Turklar uni shayton ovozi, nemislar dengizchilar, nemis dengizchilari musson shamoli, inglizlar eng baxtsiz kishilar ovozi deya ta'riflashgan. Bizda ham bu narsani yaxshilikka olib kelmaydi degan aqida bor. Diqqat savol. Gap nima haqida ketmoqda? Savolni qaytadan eshittiraymi? Turklar uni shayton ovozi, nemis dengizchilari musson shamoli va inglizlar eng baxtsiz kishilar ovozi deya ta'riflashgan. Bizda ham bu narsani yaxshilikka olib kelmaydi degan aqida bor. Diqqat savol. Gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Qaranglar, shoshilmaylik, to'g'ri. Birinchi nima chulday bo'ldi. Yana bitta narsaga e'tibor beraylik. Dengizda bu yerda mo'riga e'tibor berilyapti. Bu yerda yana qanaqa ovozlar bor? Shtormning ovozi bor, chaykalarning ovozi bor. Shtormning ovozi, suvda to'lqin. Kemaga ketishayotganda bir-biriga yumshoq ustida chorvana qilishadi. Bir-birini ustida chaqirishadi. Bitta kinoda nimadadir hushtak olingan shayton ovozi deb ham aytiladi. Ko'p aytiladi. Bo'ldi. Yaxshi shtormni Masalan, musulmonlarda ham, masalan, O'zbekiston, SNG davlatlarida ham shunday cholish mumkin emas, chunki yomonlikka olib keladi. Keyin yana har xil anaqa miflar bor. O'g'irlab qilishlarni chaqiradi. Mana bo'lishi mumkin aslida. Shunday lekin o'zi chulda cholish haligacha madaniyat pastroq anaqa bo'ladi. Chunki chulda sal razbo'yni bo'yoq И plus bizda nima deydi, dengiz sohasi yo'q. Shuning uchun biz dengizga bog'lanamiz. Bunda chulda deb tanlaymiz. Chulda, ha. Yaxshi. 50 sekundimizga keyingi savolga qo'shamizmi? Yo'q, unaqasi ketmaydi. 4 minutni bilib qoldik. Unaqasi ketmaydi. Biroq 5 minut, 10 minut qiladi. 10 minut o'ylaylik keyingi savolga. O'zi vaqtida ancha kech boshladik. Hop. Soat 3da tugash. To'xtatamiz, fikrlashdi. Biz to'xtatamiz, javob beramiz. Hop, vaqtdan oldin javob beryapsizlar. Marhamat, jamoa sardori. Javobni kim beradi? Komanda bilan kelishib, Aha. shuldak degan javobda to'xtadik. Ya'ni Swist. siz shtak deylik. Ha. Yaxshi. Bu shayton ovozi va musson shamoliga o'xshatgan nemis dengizchilari-yu va bizdagi yaxshilikka olib kelmaydigan aqida bor deyilgan narsa. Bizda ko'pchilik aytadi, uyingga o'rutishadi deydi. Ha, bu Chulda. hushtak chalish edi. Hisob 5-4. O'tib ketdik. Yaxshi. Hazır emas. Va biz 10-raundni e'lon qilamiz. Marhamat. Zo'r ketyapti.
vabank bo'lamiz shekilliga borib. Üç oldu diyorlar. 3-chi savol. ismingizni nima deysiz? Qattiq yeysiz. Isminglar nima edi? Lift bor ekan. Bor ekan. Amerikalik shifokorlar televizorlarni insonlarga salbiy ta'siri to'g'risida tajribalar o'tkazdi. Ularning aniqlashicha, televizor yonida ko'p o'tirish ko'z kasalliklarini keltirib chiqarar edi. Ular bu holat yana bir mantiqqa xos bo'lgan kasallikni keltirib chiqarmoqda deya ma'lumot berishdi. Diqqat savol. Bu qanday kasallik? Savolni qaytadan o'qib eshittiraman. Amerika shifokorlari televizorning insonlarga salbiy ta'siri to'g'risida tajribalar o'tkazishdi. Ularning aniqlashicha, televizor yonida ko'p o'tirish ko'z kasalliklarini keltirib chiqarar ekan. Ular bu holatda yana bir mantiqqa xos bo'lgan kasallikni keltirib chiqarmoqda deya ma'lumot berishdi. Diqqat savol. Bu qanday kasallik? Vaqt ketdi. Yo'q, mantiqqa xos bo'lgan holda ikkinchi kasallik ikkinchisi ham kasallik. Qaranglar. Xo'p, ikkita menga xayolimga keldi. Birinchisi привыкание, lekin uni bir ruhiy kasallik desa bo'ladi. No привыкание hammadan bo'lmaydi. Ikkinchisi mana shu realroq skolioz. Haligi televizorda shu darajada qiziqib ko'rsa, ba'zi belgilar Qanaqasiga bo'lib turibdi? haligi kompyuterlarda ham shu o'ynab o'tirganda bunday bo'lib qoladi-yu. Hali skolioz nima pozamochnikda qiyshaydi. Endi u yoqni ham o'ylaymiz. Yana nima bor? Nima fikrlar bor? Bosh og'riqlar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zim oldin ko'rib o'tirardim, 3 soat, 4 soatlab bitta o'tirganda mana shunaqa bo'lardi, ko'zim og'rib, mana boshim og'rib borardi o'zim. Lekin hozir sayt aytgan skolioz to'g'riroq kelyapti. И plus anaqasi ham bor. Zreniya tushishi shunga o'xshashda qanaqadir raklarga olib kelishi mumkin. Chunki bitta bolani Turkiyada eshitganman, ko'z raki bo'lib turib anaqasini eshitganman. U ko'zdagi ikkinchisi boshqa bo'lishi kerak. Ko'zdan doimiy bitta narsaga qarab turaverib ham anaqa bo'ladi. Ham ko'z u kasallik emasda, lekin miya charishish. asabiylik bo'ladi. Nevroz bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'i paydo bo'ladi. O'sha migren bilan nevroz bitta narsa deb olamiz. O'tiraveradigan bo'lsa, televizor tagida o'tiraveradigan bo'lsa, uzoq vaqt yotaveradigan bo'lsa, bilsangiz manaqalar nerv tog'alalar o'lishi bilan anaqasi funksiyalar yo'qolish boshlaydi odamdagi. Agar ko'p televizor ko'rib o'tiraveradigan bo'lsa, o'tirganda biz oyoqda, narsalarda, yo bo'lmasa belda nimalar bo'ladi, tikanlar bo'ladi. Tikanlar o'zidan o'zi o'lib turib, sekin har xil jiddiy kasalliklarga olib kelib qo'yib turib, nimalar bo'ladi deydi. Skolioz bo'ladi. No, biz boshqa variant bormizda nima bo'lishi? Skolioz tanlaymiz. Bela qiyshayadi, bukchayadi. O'sha ahvolning defitsitli apparatiga ziyon ta'sir qiladi. O'tirishingizda yotsangiz ham bo'yningizni bunday qilasiz. Televizorga savol bitta qaytartirsangiz yo'q, shu menimcha bo'lmasa kerak. Hali qo'shimcha vaqtinglar bor. Qarang, mantiqan deyapti. Mantiqan degani ko'z bilan bog'liq. To есть bu ko'z bo'lish shart emas, shuni hisobidan Hurmatli bilimdonlar, vaqt chiqdi. Marhamat, jamoat sardori. Kim javob beradi? uzoq vaqt televizor ko'rib o'tirishda birinchi sababi ko'z kasalliklari bo'lgan bo'lsa, ikkinchi sababi biz komanda bilan o'ylab ko'rdik, bu skolioz. Ya'ni o'tirganda bel qiyshayib, bukchayib qolish yo bo'lmasa shunga o'xshagan kasalliklarga olib keladi. yoki skolioz bilan birga aytib o'taylik, osteoxondroz, grija shunga o'xshagan kasallik bitta qilib aytyapmiz. Haligi suvak kasalligi. Ya'ni suvak kasalligi. Pazanoz. Suvaklar o'zgarishi, bukchayish holatlari. Sizlarni tushundim. Men aniq javobga yuzlanaman. Ular bu holatda mantiqqa xos bo'lgan kasallikni keltirib chiqarmoqda deya ma'lumot berishdi. Va bu kasallik televizorni hamma ham mana shundoq ko'rolmaydi-ku, odatda devorga qarab turib ko'ramiz, to'g'rimi? Hamma ham pastga qarab ko'rmasa kerak, menimcha televizor. Divanda yotib ham ko'radi. Divanda yotib ham ko'radi. ko'radi. Go'shi mumkin-ku. Har xil, har xil. Va bularni ma'lumot berishcha, bu kasallik semizlik kasalligi edi. Ana, len diyordu Burhan şu an. Soat Len diyordu birinci. 5:05 va bizda Vabank 11-raund. Oturarsak seni.
O'tirgan odam e'tibor bersa edi. Siz ko'rib 5 soat kachkada bo'lsa semirmaydi-yu. Bu misol uchun bir kunlik emas, bir kunlik natijani kuzatishmaganda ular tez semirib ketadi. Tez semirib. Piyoda yurmaydi, постоянно mashinada yuradigan odamlar o'tirib yuradi-yu. Misol uchun men o'zimni sinfdoshim bor, shunaqa juda ham semirib ketdi, Rossiyaga qatnaydi. Tez semirib ketdi juda. O'tirib olib ovqatlanib. Ovqatlanishi ham yo'lda постоянно o'tiradi, o'tirib ish qiladi. Shuning uchun. Ikkitasi qoldi. Bizda Yo'ldosh bo'ladi bas. 11-raund. Shu 5 bo'ldi hozir. Teng turibmiz hozir. 3 kere 7. Yo, mashq savol biz do'stimiz bilan yo dushmanimiz. Bizda so'nggi 4-savol. Yo'qsa men semirman. Bizda so'nggi savol. Yutishinglar shart. Yutishinglar shart. Yutmasanglar vabankacha olib kelgan mehnatlari. Agar teng Menimcha yutasizlar. Salohiddin Toshkandiyning Temurnoma asarida Sohibqironning janglarida qo'llangan aqliy tadbirlari haqida ko'p yoziladi. Yoz oylari oxirida Temur qo'shini Moskva shahrini qamal qiladi. 40 darvozali qo'rg'onlar toshdan yasalgan shaharga kirish juda qiyin. Va kirish uchun qo'rg'on tepasiga o'rnatilgan to'plar xalaqit qilardi. Bir nechta hujumlar samara bermagach, Sohibqiron bir necha vaqt chekinib turishni buyuradi. Va ular 15-20 kun o'tgach, ular kutgan kun keladi va Sohibqiron qo'rg'onga hujum uyushtirib, uni qo'lga kiritadi. Diqqat savol. Sohibqiron aynan qaysi vaqtni kutgan? Savolni qaytadan o'qib eshittiraman. Salohiddin Toshkandiyning Temurnoma asarida Sohibqironning janglarida qo'llangan aqliy tadbirlari haqida ko'p yoziladi. Yoz oylari oxirida Temur qo'shini Moskva shahrini qamal qiladi. 40 darvozali qo'rg'onlari toshdan yasalgan shaharga kirish uchun qo'rg'on tepasiga o'rnatilgan to'plar xalaqit berardi. Bir necha hujumlar samara bermagach, Sohibqiron bir muddat askarlarga chekinishni buyuradi. Va ular shunday vaqtni kutishadiki, 15-20 kun o'tgach, ular kutgan kun vaqt keladi. Va Sohibqiron qo'rg'onga hujum uyushtirib, uni qo'lga kiritadi. Diqqat savol. Sohibqiron aynan qaysi vaqtni kutgan? Vaqt ketdi. To'plaganiga nima edi? Pushkalar bor. Zaylashni kutgan bo'lishi birinchi bo'ladi. Shunaqada qanaqadir ruslarda qanaqadir bayram yoki biror narsa yo'qmi? Shu to'p otadiganlarda dam olish degan bo'ladi. Shu to'p otishni qarab beradi. Otadiganlar odamlar dam olgan kuni ular bostirib. Yoz oyi dedingizmi yo yoz faslmi? Yoz oyining oxirida. Oymi? Yoz oylari oxirida. Yozda oxirlarida anaqa bo'ladi-yu, nomini deb pianistlar har xil nimalar bo'ladi-yu, deb ruscha narodniy narsalar bo'ladi-yu. Yo'q, lekin urush paytida ular bayramda o'ylashmaydi-yu. Men o'ylashimcha, agar yozda oxiri bo'lsa, 15 kundan keyin misol uchun sentyabr bo'lsa, Rossiya bar Moskva sovuq tomoni u yerda yomg'irlar boshlanishi mumkin. Yomg'ir qanday qilib turib ularga xalaqit berish mumkin? Yomg'ir yog'ib turib, anaqa to'plar bor, tepada turgan to'plar. To'p ashlar pushka u. Pushkasini asha zambarali o'qini, короче, zaynashni kutgan bo'lishi mumkin. Chunki anaqa asha qalasi temirdan qilingan bo'ladi, to'g'ri? Qattiq bo'lishi uchun ashnasi zaynashni kutgan bo'lishi mumkin. Ikkiga qaranglar. Toshmasmo pushkalari bor, ularni ko'pincha yondirardi birinchi otishdan. Yondirib turib oladi. Ha, yondirib, lekin Amir Temur paytida hali unaqa texnologiyalar yo'q edi. Amir Temur o'zi oxirgi narsalar ishladi. Oyda oxirida deganda anaqani masalan bizda mana o'rnalashadi, shunaqa to'pchilar o'rnalashayotgan payt bo'lsa. Lekin qaranglar, to'xtanglar. Endi mana qilib bo'lishi ham mumkin. Nima, mana e'tibor beringlar, yozni kutdi, значит, kuzda yomg'ir yog'adi, yomg'ir yog'sa daryolar to'ladi, toshqinchilikni kutdimikin, shunga o'xshagan narsa bo'ldi. Toshqin so'zlariga gapiradi, yo, ular masalan birorta endi o'ta daryo bor demadi-da. Hozir menda to'rtta variant bor. Birinchi charchashini uladi, ikkinchisi anaqa оборонani слабый bo'lib qolishi
уже baribir kelishmaydi 20 kundan keyin baribir anaqa qilmaydi deb. Yo'q, ikkala tomondan qamrab olsa, ovqatga dostupda перекрывать qiladi. Ovqat olib kira olmaydi. Ikkala tarafdan bekitgan to'g'ri? Yegulik tugashi. Qorni ochishida, yegulik charchab. tugashi. Lekin bu yerda yoz bilan nima 15 kun deyapti-da, Yozni o'rtasi, yozni oxirlari, yozni o'rtalari issiq bo'ladi desiz Rossiyada. Hurmatli bilimdonlar, vaqt tugadi. Sizlarni eslatib o'taman. Qo'shimcha 2 daqiqa va sizlar yutib olgan 1 daqiqa 55 soniya bor. Va sizlarda zaldan yordam olish imkoniyati ham bor. 2 minut qo'shib qo'yaveramiz. Biz 2 minutimizni tanlaymiz, nariga 50 sekunddan keyingi savolga qo'shamiz. Tushunarli. 2 daqiqa vaqt ketdi. Xo'p. Logически o'ylaylik, qaranglar. Yoz oylarida oxiri, to'g'rimi? Ha. Bu yerda значит yoki o'sha ovqat tugashini kutadi, lekin zapas bo'lishi mumkin ular. 15 Zapasni ham tugashi. 15 kunda tugamaydi. Ularda ovqat tugash kerak. Nima botirib qo'ygan odamlarda ovqat tugash kerak. Ular Ularda- davlatda qanday ovqat tugash Yo'q, qala deyilyapti. Bu yerda qalaga kiradi. Qala kichkina krepость. Bu yerda Qo'rg'on dedi. U yerda chiqa olmaydi ular. Asadda turibdi askarlar tomonidan, Amir Temur tomonidan. Hech qayerga chiqsa o'ladi. Ovqat tugaydi ularga, lekin ayting. gapiring. Lekin ikkinchi variant o'sha suv bilan связан bo'lishi mumkin. Или yomg'ir yog'ishini kutgan, anaqa yondirib otadi yoki tam pushkani otadi, ishlamaydi, u o'chirib qo'yadi. Yoki yomg'ir o'ta qattiq yog'sa ko'rinmaydi ularga, tepalida-yu ular, pastda ko'rmasligi mumkin. Kirishi oson bo'ladi. Или же Turib charchab ham ketadi, to'g'rimi? To'xtamasdan jo'rda tura oladigan odamni o'zi yo'q. Endi ashinasida almashayotgan joyda 20 kundan keyin ovqatlari, pripaslar tugab turib, endi уже charchab turib, nimada qorni ochib, chanqib, ashnaqa narsa bo'lganda bitta tashlab turib, полностью захватить qilib olgan bo'lishi mumkin degan предположение bor. Endi ideya или zapas pripas tugashini kutib hujum qilgan, или yomg'ir qanaqadir ta'sir qilgan. Ikkovining bittasi tezroq tanlashimiz kerak. Lekin Amir Temur o'ta ham aqlli odam ekan. Ashna narsani birinchi variantni tanlagan deb o'ylayman. Nima deymiz? Yomg'irchilik. Prosta nimaga yozda ta'kidlayapti? Yozdan yuziga. Hurmatli bilimdonlar, vaqtni jamoa sardori marhamat javobga yuzlanamiz. Xo'p, Kim javob beradi? o'zim javob beraman. Aha, eshitamiz. Amir Temur o'ta ham aqlli odam bo'lgan. Aha. O'ta ham, lekin bitta nyuanslar bor. 20 kunning ichida boyepripaslar tugab turib, charchab, qorni och bo'lib turib, mana shunaqa положениyaga tushib qolganda ataka qilishni tanlagan deb olamiz javobni. Javob ularning och qolishini kutgan. Va biz to'g'ri javobga yuzlanamiz. Xo'p, Sizlarda to'g'ri javob aytaymi? To'g'ri javobni aytib qo'yaver. doli yuraydi, siqib, gapiraydi. Va to'g'ri javob sohibqiron kutgan vaqt yomg'ir yog'ish vaqti edi. Bu paytlarda mana yoz oyi oxiri tugadi, kuz oyi boshlandi. Amir Temurga xalaqit bergan narsa toshlarni yondirib tashlashgan. Aynan u yerda katapulta bor deyilmadi. Toshlardan foydalangan deyildi. Toshlar ilib qo'yilgan deyildi. Katapulta ham deyilmadi. Shu katapulta sizlar biroz xalaqit qo'ydi, to'g'ri, paytlarda unaqa texnologiya bo'lmagan. Lekin toshlarni yondirib, ularni ustiga tashlashgan. Shu yondiradi. Shu yomg'ir ularni o'chirib qo'ygan va Amir Temurga shu qo'l kelgan va Qo'rg'onni bemalol qamal qila olgan. Hisob 6-5. Hurmatli bilimdonlar, o'yinimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Ha? Hisob 6gacha bo'ladi. Bitta savol qoldi. Yo'q, savol o'ynalmaydi. Hisob 6gacha bo'ladi. Necha bo'lib qoladi? Bizda boshqa savol yo'q. Bilasizlar, zakovat intellektual o'yinlarida esa 6 ochkogacha o'ynaladi. Xabaringlar bormi? Hisob 6-5 va sizlarni kelganinglar uchun, ishtirok etganinglar uchun va mana shunday babank o'yin namoyish etganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlarni xudo xolasa keyingi zakovat o'yinlarida ham mana shunaqa juda ham ko'tarinki kayfiyatdagi va yuqori bilim darajasidagi insonlar juda ham ko'p jamoada, shular bilan va qolgan jamoadoshlarni ham to'ldirgan holatda qolamiz sizlar. Kattakon rahmat, xush kelibsizlar.
Sizlarda to'g'ri javob bor edi ya.